Вот и все. Bugun erimni Buxoroda oxirgi kunlari, chunki Rossiyaga обратно qaytib ketyaptilar. Ertalab turganim bilan erim o'zlarining ishlari bo'yicha chiqib ketibdilar. Men ham o'zimni uyimga keldim. Cho'milib chiqib, makiyajlarimni qilib, kiyimlarimni kiyib, kстати, sizlar ham 2 ta 3 ta atirni qo'shasizlarmi? O'zimga bitta kofe qildim va ustimdagi bomperimni kiysam, havo issiq ekan. Keyin yarim yo'lda yechdim. To erim ishlarni qilib kelgancha erimni uydagi uychamizni yig'ishtirdim, kirlarni tashladim. Keyin erim o'zlariga go'sht olib kelibdilar. Shashlik olib keling desam, go'sht olganlar. Shuni majbur yedim. Keyin chimodanlarni taxladik. Asta-sekin bismillah deb yo'lga tushdik. Erim mashin bilan keldilar, lekin samolyot bilan ketishga qaror qildilar. Вот biz aeroportga keldik, xayr-xo'sh qildik. Kстати, уже sog'-salomat Rossiyaga borib qo'yindilar. Hech qanaqa dokumentlar bilan problema bo'lmadi, xudoga shukr. Keyin aeroportdan chiqib men syomkaga keldim. Syomkamiz Roma Pizzada bo'lib o'tdi. Storieslarimga kirib turinglar, juda ham qiziqarli lavhalar bor. Keyin uyga kelsam, taq ikkita dostavka maza qilib ujunchalar qildik. Ko'p kishi mendan so'raydi, nima uchun retsept videolar olmaysiz deb. Buncha narsa kelganidan keyin qayerimizga yana retsept olib yeyaylik. В общем, savollaringizga javob oldingizlar deb o'ylayman. Keyin kechga qaramay biz jiyanim bilan meni salonimga bordik. Qancha umidlar bilan biz kavralin olib kelgan edik, yuvilgan deb 2 marta Shirina shu yerni supurib oldi. Qishda bilasizlar, nam bo'ladi, shu uchun namdan ozgina saqlay deb kavralin yo'yaman deb o'tirgan edim. Lekin bu kavralinni balo ham yuvmaganlar. Hamma joyiga musur-pusur sochlar, izlar. Kavralinni обратно oldik, narsalarni kirgizdik. Shuncha avro bo'lganimiz. Endi mushuklar bilan jang.